Qo'mnozlari bugun ovqatlarni hammasini ko'rsatib turamiz. Mana bizning shashliklarimiz, Napoleon qiymalari 22 ming so'm. Tovuqlarimiz 19 ming so'm, tovuq karelkamiz 40 ming so'm. Napoleon jazlarimiz 25 ming so'm, rulet jazlarimiz 25 ming so'm. Kareykalarimiz bu. Jigarlarimiz, quyi jazlarimiz bemalol kelaverasizlar. Ishpanjamiz 60 ming so'm, uchpanjamiz 50 ming so'm. Kavkazlarimiz 50 ming so'm, kareyka, quyi go'shlik 65 ming so'm, mol go'shlik 65 ming so'm, quyi go'shlik 59 ming, mol go'shlik 59 ming so'm, 50 ming so'mlik ham 36 ming so'm kavkazlarimiz. Bola xomdozlari bizning shashliklarni bilasizlar. Katta mana bay yemasangiz ham yegis keladi. Bir kunga 5 mingta, 6 mingta shashlik sotamiz. To'g'ri deysizlar, to'y marosimlarga ham bemalol zakaz qilaversa, xohlasangiz kilolik, xohlasangiz mana shunaqa pishirilgan chiroyli qilib beramiz. Mana bola xomdozlari bizning tandirlarimiz 2-3 kunga sizlarning do'laringiz bilan ancha ko'tarilib ketdik. Mana tandirchimiz, realni ayting, shu kunning hisobiga nechta tandir yopdingiz? 13 ta aka. 13 ta yopdingiz. Ertalab 5 dan kelasiz, gap yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring. Har bitta klientlarimiz kommentariyaga duo qilib ketyapti. Mana tandirlarimiz, mana shu videoga bitta like bosib, yaqin insonlarga yuborib qo'ying. Bola xomdozlari mana bizning 5 marmoqlarimiz 3 kishilik 110 ming. Bunaqasi faqat bola hovuzda bo'ladi. Mana bola xomdozlari, mana bizning salatlarimiz bir-biridan chiroyli, hammasini yeb qo'ygim keladi. Bilasizlar, bola hovuz ovqatlari, salatlari barakali. Uylaringizga xayr, baraka, fayz, dasturxoningizda chiroyli bo'lib turadi. Tanlovda adashmang, qibray chirchiq faqat. Mana bola xomdozlari bizning samsachalar, vah, bay yemasangiz ham yegis keladi. Atiga 9 ming so'm faqat bola hovuzda bilan. Qibray chirchiq bola hovuzda. Bola xomdozlari mana bizning asartilarimiz, har bitta kelgan klient mana shu asartilarimizdan yemasdan ketmaydi. Qozog'iston, Qirg'izistondan ham keladi. Mana shu asartilarimiz uchun bola xomdozlari bu ikkinchi asartilarimiz, bu galpsulik asartilar bo'ladi. Bola ovqatlar 35 xil bor. Qozon ko'p, jiz, tovuq, har xil qanotchilar. Bishtek, bistroy hamma ovqatlarimiz bor. Mana bola xomdozlari ovqatlangandan keyin bitta mana shu marjani yeb ko'ring. Mazasiga bitta baho berasiz. Qani bismillah. Ovqatdan rosa ketadi-da bu. Qani bizning obunachilarning podishkasini ko'ramiz. Bola hovuz yaxshi ko'rganlar, ovqatni yaxshi ko'rganlar, atmosferalarni bitta like bo'lsa, mana shu videoni yaqin insonlarga yuborib qo'yib, bizga obuna bo'lib qolsalar, biz faxrlanib, yana yangiliklarni sizlar uchun qilamiz.